Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Hozir, aynan shu daqiqada yoningizda sizni kuzatib turgan farishta borligini, har bir so'zingiz, har bir amalingiz yozib borilayotganini, yoki osmonlarda bir lahza ham Allohga ibodat qilishdan to'xtamaydigan son-sanoqsiz farishtalar borligini. Farishtalar, ular ko'zimizga ko'rinmaydi, ammo ularning mavjudligi Qur'oni Karim va sahih hadislarda va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida qat'iy xabar berilgan. Bugungi videoda biz farishtalar haqidagi haqiqatlarni o'rganamiz. Ular qanday yaratilgan? Nima uchun yaratilgan? Qancha farishtalar bor va ular qanday vazifalarni bajaradilar? Bu savollarning barchasiga Qur'on va sahih hadislarga tayangan holda javob beramiz. Video oxirigacha biz bilan qoling, chunki oxirgi qismlarda har bir inson bilan birga yuradigan farishtalar va ularning vazifalari haqida hamma tafsil gaplashamiz. Keling, boshlaymiz. Avvalo farishtalar kim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadisda shunday marhamat qilganlar. Farishtalar nurdan yaratildi, jinlar olov alangasidan yaratildi, odam esa sizlarga bayon qilingan narsadan yaratildi. Demak, farishtalar inson ham emas, jin ham emas. Ular Alloh yaratgan alohida mahluqlardir. Ularning yaratilishi ham tabiati ham biznikidan mutlaqo farq qiladi. Farishtalar ovqat yemaydi, ichmaydi, uxlamaydi va charchamaydi. Ular Alloh buyurgan vazifalarni hech qachon tark etmaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo ular haqida shunday marhamat qiladi. Ular Allohning amriga qarshi chiqmaydilar va buyurilgan narsani bajaradilar. Mana shu oyat farishtalarning eng muhim sifatini ochib beradi. Ular gunoh qilmaydi, isyon qilmaydi, shaytonning vasvasasiga uchramaydi. Ular faqat Allohning amrini bajaradilar. Tasavvur qiling, osmonlarda shunday ulkan farishtalar borki, ularning qudrati inson tasavvuridan ham ulug'roq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayrim farishtalar haqida so'zlab berganlar. Shuningdek, sahih hadislarda Baytul Ma'mur haqida ham xabar berilgan. U osmondagi ulug' ibodat joyi bo'lib, har kuni unga 70 ming farishta kiradi va ular qayta navbatga kelmaydi. Bu bizga bir narsani anglatadi. Farishtalarning sonini faqat Allohning o'zi biladi. Qur'oni Karimda ham Alloh taolo o'zining askarlarini faqat o'zini bilishni xabar bergan. Demak, biz biladigan farishtalar juda oz qismidir. Endi esa yana bir muhim savol tug'iladi. Farishtalarning eng ulug'lari kimlar? Qaysi farishta vahiy olib kelgan? Qaysi biri rizq, yomg'ir va tabiat hodisalariga mas'ul, qaysi biri sur chaladi va qaysi farishta jonlarni oladi? Birinchi va eng mashhur farishta Jabroil alayhissalom. Bu zotning eng buyuk vazifasi Allohning vahiyini payg'ambarlarga yetkazish edi. Qur'oni Karim aynan Jabroil alayhissalom orqali nozil qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hiro g'orida ilk vahiy kelganida aynan Jabroil alayhissalomni ko'rganlar. Keyinchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotni asl qiyofalarida ham ko'rganlar. Qur'onda Jabroil alayhissalomning nihoyatda kuchli va ulug' farishta ekani zikr qilinadi. Ikkinchi ulug' farishta Mikoil alayhissalom. Sahih hadislarda Mikoil alayhissalom nomlari Jabroil alayhissalom bilan birga zikr qilingan. Olimlar Qur'on va sahih hadislar asosida Mikoil alayhissalom Allohning amri bilan yomg'ir, o'simliklar va rizq bilan bog'liq vazifalarni bajarishini bayon qilganlar. Lekin unutmaylik, rizqni beruvchi farishta emas, rizqni faqat Alloh beradi. Farishtalar esa faqat Alloh bergan vazifalarni ado etadilar. Uchinchi ulug' farishta Isrofil alayhissalom. Sahih hadislarda Isrofil alayhissalom suri bilan bog'liq vazifalari zikr qilingan. Qiyomat boshlanishida Allohning amri bilan sur chalinadi. Birinchi sur chalinishi bilan osmonlar va yer larzaga keladi. Keyin Alloh xohlagan muddat o'tgach ikkinchi marta sur chalinadi va barcha insonlar qayta tiriladi. Tasavvur qiling, birgina sur chalinishidan butun mavjudotning holati o'zgaradi. Bu qiyomat kunining naqadar ulkan voqea ekanini ko'rsatadi. To'rtinchi mashhur farishta Malakul Maut, ya'ni jon olish vazifasi yuklangan farishta. Qur'oni Karimda uning vazifasi aniq zikr qilingan, ammo ko'pchilik o'ylagandek Qur'on va sahih hadislarda uning ismi Azroil deb kelmagan. Shuning uchun musulmon kishi Qur'on va sahih hadisda kelgan nom bilan Malakul Maut deb atash to'g'riroq bo'ladi. U Allohning amri bilan insonlarning jonini oladi. Hech kimning umri bir lahza oldin ham bir lahza keyin ham tugamaydi. Hammasi Alloh belgilangan vaqtda sodir bo'ladi. Aziz tomoshabin, bu ulug' farishtalar Allohning buyuk askarlaridan faqat bir nechtasidir. Yana shunday farishtalar borki, ular inson bilan deyarli har kuni bog'liq vazifalarni bajaradilar. Har bir amalimizni yozadigan farishtalar, bizni Allohning amri bilan qo'riqlaydigan farishtalar, arshni ko'tarib turgan farishtalar va qiyomat kuni jahannam hamda jannat bilan bog'liq vazifalarni bajaradigan farishtalar. Ular kimlar? Ularning vazifalari qanday?
Siz hozir yolg'iz o'tirgan bo'lishingiz mumkin, yoki ko'chada ketayotgandirsiz, yoki bu videoni tunda tomosha qilayotgandirsiz. Lekin Qur'oni Karim bizga shunday bir haqiqatni bildiradiki, inson aslida hech qachon mutlaqo yolg'iz bo'lmaydi. Alloh taolo har bir bandasi uchun farishtalarni vazifalantirgan. Ulardan eng mashhurlari kiroman katibin, ya'ni insonning amallarini yozib boruvchi farishtalardir. Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Albatta ustingizda kuzatuvchilar bordir. Ular hurmatli yozuvchilardir. Ular qilayotgan ishlaringizni bilurlar. Har bir aytilgan so'z, har bir qilingan amal, yaxshilik va ham yomonlik ham Allohning amri bilan yozib boriladi. Qur'onda yana shunday marhamat qilinadi. Inson biror so'z aytmasin, albatta uning huzurida kuzatib turuvchi, yozishga tayyor farishta bo'ladi. O'ylab ko'ring. Biz ba'zan aytgan oddiy bir gapimizni unutamiz, lekin Allohning ilmi hech narsani unutmaydi. Farishtalar esa o'zlariga yuklangan vazifani mukammal ado etadilar. Shu sababli musulmon kishi tiliga juda ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ba'zan birgina yaxshi so'z insonni Allohning roziligiga yaqinlashtiradi, yoki aksincha, birgina yomon so'z katta gunohga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir turdagi farishtalar borki, Qur'oni Karimda Alloh taolo insonni Allohning amri bilan qo'riqlovchi farishtalar borligini ham xabar beradi. Ular bandani kecha kunduz Alloh buyurgan vazifani bajarib qo'riqlaydilar. Ammo shuni unutmasligimiz kerak. Himoya qiluvchi farishtalarning o'zi emas, haqiqiy himoya faqat Allohdandir. Farishtalar esa faqat Allohning amri bajaruvchi bandalardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarda yana bir muhim haqiqatni aytganlar. Kecha va kunduzi farishtalar navbat bilan insonlar orasida bo'ladilar. Bomdod va asr namozlari vaqtida ular almashadilar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan bomdod va asr namozlariga alohida e'tibor berishga targ'ib qilganlar. Har kuni biz bilan birga yuradigan amallarimizni yozadigan va Alloh buyurgan vazifalarni bajaradigan farishtalar borligini bilish mu'minning qalbini uyg'otadi. Bu haqiqat bizni har bir so'zimiz va har bir ishimiz mas'ul ekanimizni eslatadi. Ammo yana bir savol tug'iladi. Arshni ko'tarib turgan ulkan farishtalar kimlar? Jannat va jahannamga mas'ul farishtalar kimlar? Qiyomat kuni ular qanday vazifalarni bajaradilar? Tasavvur qiling. Osmonlardan ham ulug'roq, inson tasavvuriga sig'maydigan buyuk maxluqlar bor. Ular Alloh taoloning arshini ko'tarib turuvchi farishtalardir. Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Arshni ko'tarib turganlar va uning atrofidagilar Parvardigorlarga hamd aytib tasbih ayturlar. Unga iymon keltirurlar va mu'minlar uchun mag'firat so'raydilar. Bu oyatdan juda katta haqiqatni bilamiz. Arsh atrofidagi ulug' farishtalar faqat tasbih aytish bilan kifoyalanmaydi. Ular mu'min bandalar uchun ham duo qiladilar. Ular shunday duo qiladilar: Ey Parvardigorimiz, tavba qilgan va sening yo'lingga ergashgan bandalaringni mag'firat qilgin va ularni jahannam azobidan saqlagin. O'ylab ko'ring. Siz Allohga ibodat qilayotganingizda, tavba qilayotganingizda yoki yaxshi amal qilayotganingizda arsh atrofidagi ulug' farishtalar siz uchun duo qilayotgan bo'lishlari mumkin. Bu Allohning mu'min bandalariga bo'lgan buyuk rahmatidir. Endi jannat farishtalari haqida gaplashamiz. Qur'oni Karimda jannat qo'riqchilarining borligi zikr qilingan. Mu'minlar jannatga kirganlarida farishtalar ularni salom bilan kutib oladilar. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Farishtalar ularga har bir darvozadan kirib sizlarga salom bo'lsin. Sabr qilganingiz uchun sizlarga tinchlik bo'lsin. Bu oxirat diyorina qadar go'zal deydilar. Bu qanday ulug' ne'mat. Dunyoda Allohga itoat qilgan mu'minlarni oxiratda farishtalar salom bilan kutib oladilar. Ammo buning teskarisi ham bor. Jahannamning ham farishtalari ham bor. Qur'oni Karimda jahannam qo'riqchisining ismi Malik ekani zikr qilingan. Shuningdek, Alloh taolo jahannam ustida 19 farishta borligini ham xabar bergan. Bu farishtalar hech qachon Allohning amriga qarshi chiqmaydilar. Ular rahmsizlik uchun emas, balki Allohning adolati amalini oshirish uchun vazifalantirilganlar. Farishtalar mehribonlik yoki qattiqqo'llik o'z xohishlari bilan tanlamaydilar. Ular faqat Alloh buyurgan vazifani mukammal bajaradilar. Shuning uchun Qur'onda ular haqida ular Alloh buyurgan narsaga qarshi chiqmaydilar va faqat buyurilgan ishni bajaradilar deb marhamat qilingan. Endi yana bir qiziqarli savol tug'iladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Meroj kechasi qaysi farishtalarni ko'rganlar? Jabroil alayhissalomning asl qiyofalari qanday edi? Va nega Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotni ko'rganlarida bu voqea insoniyat tarixidagi eng ulug' hodisalardan biriga aylandi? Aynan Jabroil alayhissalom Allohning vahiyini payg'ambarlarga yetkazish sharafiga muyassar bo'lganlar. Odam alayhissalomdan boshlab Nuh, Ibrohim, Muso, Iso alayhissalom va nihoyat Muhammad sallallohu alayhi va sallamgacha kelgan ilohiy vahiylar Allohning amri bilan Jabroil alayhissalom orqali yetkazilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ilk vahiy ham Hiro g'orida aynan Jabroil alayhissalom orqali nozil bo'lgan. Bu insoniyat tarixidagi eng buyuk voqealardan biri edi.
Ammo bundan ham hayratlanarli voqea bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomni faqat inson qiyofasida emas, balki Alloh yaratgan asl qiyofalarida ham ko'rganlar. Qur'oni Karimning An-Najm surasida bu ulug' uchrashuv haqida xabar beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomni ufqni to'ldirib turgan ulug' qiyofada ko'rganlar. Sahih hadislarda rivoyat qilinishicha, Jabroil alayhissalomning 600 ta qanoti bor edi. Bu inson tasavvuridan ham ulug' manzaradir. Har bir qanotining ulug'ligi Allohning qudratini eslatadi. Lekin shuni unutmaslik kerak. Biz farishtalarning haqiqiy qiyofasini to'liq tasavvur qila olmaymiz, chunki g'ayb ilmi faqat Allohga ma'lum. Biz faqat Qur'on va sahih hadislarda bildirilgan narsalarga ishonamiz. Meroj kechasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam osmonlarga ko'tarildilar. Bu ulug' safarda Jabroil alayhissalom zotga hamroh bo'ldilar. Osmonlarning har bir qatida ulug' payg'ambarlar bilan uchrashuvlar bo'ldi. Nihoyat ular Sidratul Muntaho deb ataladigan ulug' chegaraga yetib keldilar. Shu yerda Jabroil alayhissalom to'xtadilar. Sahih rivoyatlarda u zotning ma'nosi shunday bayon qilinadi: agar bundan bir qadam ham oldinga o'tsam, Allohning izni bilan halok bo'laman. Bu voqea bizga Jabroil alayhissalomning naqadar ulug' bo'lishiga qaramay, ular ham Allohning quli ekanini ko'rsatadi. Faqat Alloh mutlaq buyuk zotdir. Barcha farishtalar esa uning amriga bo'ysunuvchi bandalardir. Bugungi kunda ba'zi odamlar farishtalarni xuddi inson kabi tasvirlashga yoki ularga haqida dalilsiz hikoya aytishga harakat qiladilar. Lekin musulmon kishi g'ayb masalalarida faqat Qur'on va sahih sunnatga tayanadi. Biz bilgan narsamizni aytamiz, bilmagan narsamiz haqida esa sukut qilamiz. Mana shu ahli sunnatning yo'lidir. Endi yana bir muhim savol tug'iladi. Farishtalar insonlarning yig'inlariga keladilarmi? Ilm majlislari va Qur'on tilovat qilinadigan joylarda nima sodir bo'ladi? Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqida qanday xushxabar berganlar? Shu vaqtgacha biz farishtalarning yaratilishi, ularning vazifalari, Jabroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalom, amal yozuvchi farishtalar va arshni ko'tarib turuvchi ulug' farishtalar haqida Qur'on va sahih hadislarga asoslangan holda gaplashdik. Endi esa bir mu'minga quvonch beradigan bir haqiqatni bilib olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadisda shunday deganlar: qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyga yig'ilib Allohning kitobini tilovat qilib uni o'zaro o'rgansalar, ularga xotirjamlik tushadi, rahmat ularni o'rab oladi, farishtalar ularni qurshab oladi va Alloh ularni o'z huzuridagilar orasida zikr qiladi. Tasavvur qiling, siz Qur'on o'qiyotganingizda yoki Qur'onni o'rganayotganingizda Allohning farishtalari sizni o'rab turishi mumkin. Bu qanday ulug' ne'mat. Yana bir sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: kim birodari uchun u yo'q paytida duo qilsa, unga mas'ul farishta amin, senga ham shunday bo'lsin deydi. Demak, agar siz bugun bir musulmon birodaringizni yoki opa-singlingizni uchun chin qalbdan duo qilsangiz, farishta siz uchun ham xuddi shunday duo qiladi. Bu Allohning bandalariga bo'lgan buyuk rahmatdir. Farishtalar bizda faqat kuzatibgina qolmaydilar. Ular Alloh buyurgan vazifalarni mukammal bajaradilar. Ular mu'minlar uchun mag'firat so'raydilar. Yaxshi majlislarni qurshab oladilar. Amallarimizni yozadilar va Allohning har bir amrini hech qanday e'tirozsiz ado etadilar. Mana shuning uchun Qur'oni Karim bizni farishtalarga iymon keltirishga buyuradi. Farishtalarga iymon iymonning 6 ruknidan biridir. Biz ularni ko'rmasak ham ularning mavjudligiga Allohga va Rasulining xabari sababli ishonamiz. Bu g'aybga iymondir. Bugungi videoda oladigan eng katta saboq shuki, har bir so'zimiz yozilmoqda, har bir amalimiz yozilmoqda, har bir yaxshilik Allohning huzurida saqlanmoqda. Shunday ekan, bugundan boshlab tilimizni, amallarimizni va qalbimizni yanada ehtiyot qilaylik. Chunki bir kun kelib bu dunyodagi barcha amallarimiz oldimizga qo'yiladi. Alloh taolodan bizni o'zining itoatkor bandalaridan qilishini, farishtalar duo qiladigan mu'minlardan etishini va oxiratda jannat farishtalarining salomini bilan kutib olinadigan bandalar qatoriga qo'shishni so'raymiz. Amin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ulashing. Balki siz sabab bir inson farishtalar haqidagi haqiqatni bilib olar. Bugungi video sizga yoqdimi? O'z izohingizni kommentariyada yozib keting va obuna bo'lishni esdan chiqarmang.